Ko'pchilik insonlar YPX tomonidan o'tkaziladigan tintuv va ko'zdan kechirish jarayonlarini adashtirib yuborishadi va advokatlarga aynan shu holatlar bo'yicha murojaatlar juda ko'p tushadi. Kelinglar, bugun aynan shu mavzuga ikki holatni bir-biridan farqini men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchisi xalq tilidagi osmotr holati, ya'ni ko'zdan kechirish. Bu tashqi ko'zdan kechirishni nazarda tutiladi, ya'ni siz bilan birga ichkariga kirib narsalarni tiklamagan holda YPX xodimi tomonidan tashqi ko'rib, mashinani aylanib ko'rish, mashinani nomerlarini ko'rish va hattoki gaz uskunasi bor yoki yo'qligini ochish orqali ko'rish ham bu osmotrga kiradi. Endi ikkinchi holat, bu tintuv degani, bu tintuv tergov harakati hisoblanadi. Tergov harakatida albatta ikkita xolis va undan-da muhim narsa, bu prokurorni shaxsan sanksiyasi kerak. Bundan tashqari eng asosiy elementlardan bittasi tintuv harakati tergovchi tomonidan amalga oshiriladi va tintuv jarayonida albatta video syomka amalga oshiriladi. Shunchaki sizdan shubhalanganligi uchungina hech qanaqa video syomkasiz, xolislarsiz, prokuror sanksiyasi siz YPX yoki boshqa xizmatlar xodimlari tomonidan mashinangizni tiklanishi va tekshirilishi, ichkaridagi hujjatlar, narsalar va har narsani ko'zdan kechirish bu taqiqlanadi. E'tibor bering, ko'zdan kechirish tintuvga aylanib qolmasin. Bu videoni yo'lda yuradigan akalarimiz va ukalarimizga yuborib qo'ying va foydali bo'ladi. Ayniqsa o'zingiz saqlab qo'ying. Kerak vaqtida topolmay qolasiz.